O'tirinchi, nima qilyapsan? Ko'rmayapsanmi? Dars qilyapman-ku, Tomka. Keyin qarab ola ish bor. Tayyorman. Kechir Mubina, seni yana xafa qilsam, teshik kulchaga aylanib qolay. Kimsan? Nima telefon qilyapsan? Darsing tugadimi? Ha, tugadi. Videoga ber, bloger bo'lmoqchiman. Qana video olamiz? Ana trend bor, ikkita raqsini olamiz. Tayyormisan? 1, 2, nachalik. Ula. Nima bo'ldi oyoqqa? Aka, mana trendda itiraqsini o'ynayman deb oyoqlarni qayirib oldilar-da. Siz qachondan beri o'zingizni it deb his qilyapsiz? Ancha qoldi. U paytlarda kuchuk edim, doktor. Oz dorilar yozib bering mana. Mana tayyor. O'tgan safar suv ichib bo'lganimda ham xuddi shu dorilarni yozib berdingiz. Bir so'mlik foydasi yo'q bu dorilaringiz, doktor. Nima foydasi bo'lmaydi? Bekorlarda aytibsan. Agar dorilar foydasi bo'lmasa, ani eshikda turgan Captiva qatta. Yozib bergan dorilarimning 3tasini klinikadan chiqqanda ro'parali dorixonadan olasan. Qolgan 4-inchisi bor, oyoqqa surkaydiganda xohlagan joyingni olasan. Bo'ldi. Ya aka, ana skuter kelyapti. Endi qiynalmaymiz. Aka, to'xting. Aka, yaxshimi? Qiynalmayapsizmi? Olam so'ng ketdi. Chekasizmi? Ha, biroqda sigaret so'rab chekkan ko'rganmisiz? Bazı gecelerde düşer ya hayalin. It raqs bo'ladi. Bazı gecelerde düşer ya hayalin. Pencereme çok bir kış günüydü gözlerim. Dada, doktor aytgandi, grippim tuzalarkan apelsin yeysan. Olib bering. Ha bo'ldi-da, o'g'il-da. Yoshligimizda bunaqa mevalar yeb katta bo'lmaganmiz. Dadam oyliklari faqat ro'zg'orga yetardi. Men ham o'sha paytlarda niyat qilib kelganman. Katta bo'lsam, o'g'il ko'rsam, aytgan narsasini olib beraman deb. Hech bo'l o'zi buniki los. 150 qilib beraman. Nuqul ko'chaga chiqsam sharmanda qilasan, qimmat narsa ushab olib. Yeysan o'sha apelsinni yangi yilda. O'zi yeyishing shartmi sani? Endi yangi yilda yoramiz. Dada.